ko'pchilik mana talabalar so'raydi, meni o'qigan davrim qo'shiladimi? 4 yil bakalavr o'qidim, 1 yil magistr o'qidim deyiladi. Yoki bo'lmasa mana ayollarimiz bola bola parvarishlash ta'tili. Bular ham o'sha yuqorida mana O'ytamjon akam aytganlaridek, mana kamida 7 yil staj bo'lsa, siz o'qigan bakalavringiz, magistraturada o'qiganingiz yoki ayollarimizni oliy ta'lim, doktoranturada o'qigan davlar bular, demak, nimada o'zida kamida 7 yil staj bo'lish kerak. Lekin siz hech qanday stajga ega emassizda, o'qigan davringiz yoki mana bu bola parvarishlash ta'tillari qo'shilmaydi. Uning uchun o'zida kamida 7 yil staj bo'lsa, demak bu davrlar qo'shiladi. Endi bola parvarishlash ta'tilini ham 6 yilgacha bo'lgan davri qo'shiladi. Misol ayol kishi 3 ta farzandi uchun 3 yildan 9 yil bola parvarish ta'tilida o'tsa, 9 yili qo'shilmaydi. Tanaffussiz o'tiradiganlar bor. Misol ketma-ket nima qiladi? Shunda misol 3 ta farzandi uchun 3 yil misol tasavvur qiling, 9 yil bola parvarishda o'tilsa, shu 6 yili olinadi. Ertaga pensiyaga chiqadigan stajga qo'shiladi, lekin shunda ham o'zida kamida 7 yil staj bo'lishi kerak. Yoki mana yana ko'p savol beriladi, ayniqsa mana shu onalar tomonidan, men 54 yoshdan mana pensiyaga chiqarmayapti. Stajim lekin 20 yildan ko'p. Lekin qonun bo'yicha ayollar 54 yoshdan 20 yil staji bo'lsa pensiyaga chiqsa bo'ladi-yu. Nimaga meni chiqarmayapti? Yo'q, bu yerda onalarimiz noto'g'ri tushunishyaptiki, u 20 yil haliga sof staj bo'lish kerak. Uning ichida u 20 yil ichiga bola parvarishni ham qo'shishyapti-da. Haliga 6 yil uni ham qo'shib, mana men nimaga 54 yoshdan chiqarmayapti? 54 yoshdan chiqishingiz uchun siz ana bu bola parvarish ta'tillari o'qigan davringiz u 54 yoshdan pensiyaga chiqayotganda qo'shilmaydi. Mana shunaqa nozik joylari bor. Shunga chalg'ib ketmasliklarini so'raymiz. Rasmiy ishlagan albatta, rasmiy staji 50 o'sha 20 yil bo'lsa, ana unda keyin ayollarimiz 1 yilga qisqartirgan holatda 54 yoshdan chiqishlari mumkin bo'ladi.